Selamünaleyküm hammaga bormisiz, omonmisiz? Haqli O'zbekiston, O'zbekiston olg'a. O'zbekiston Kolumbiya. Uch bir hisobida hozir. Tanimga foydasiga hal bo'ldi. O'yinni ko'rgan bo'lsanglar, bizning o'yinchilar hozir juda ham kuchli, yaxshi tartib bilan narmanda o'ynashdi. Oxirgi minutda e'tibor bergan bo'lsanglar, himoyachimiz tomonidan yo'l qo'yilgan xato tufayli 3-1 hisobida yutqazdik. Endi bu o'yin taqdirini o'zgartirib bo'lmaydi. Himoyachilarni ham ko'pchilik himoyachilar hammasi hujumga qarab ketib qoldi. O'shani hisobiga biza hozir yutqazdik. Agar pressing bilan o'ynaganimizda balkim yutgan bo'lardik. Siqilmaymiz, asab buzmaymiz, xulos. Keyingi o'yinlarda albatta yutishga harakat qilamiz. Portugaliya bilan o'ynaymiz. İkinci turda Portugaliya bilan 23-iyun kuni soat 22:00 boshlanadi o'yin. Nima deymiz? Omad yigitlarga, yaxshi jamoa, yaxshi shakllangan, yaxshi o'yinni himoyada yo'qmiz. Himoyani kuchaytirish kerak. Ko'proq himoyaga e'tibor qaratish kerak. Himoyaviy o'yin bilan taktikani yana ham oshirib, yana ham pressingni qo'llashimiz kerak. Ko'proq harakat qilishimiz kerak. Jiddilashish kerak. Paulo Cannavaroga omad, terma jamoa muxlislariga sabr qanoat.